Bahorda ko'pchilikda yo'tal, burun bitishi va allergiya kuchayadi. Bunday holatda ahvolni qanday yengillashtirish mumkin? Bahorda chang va gul changi nafas yo'llarini bezovta qiladi va allergiyani kuchaytiradi. Bunday holatda uy havosini nam saqlash, ko'proq iliq suyuqlik ichish va simptomlarni nazorat qilish muhim. Shifokor tavsiyasi bilan ingalyatsiya qilish ham juda foydali hisoblanadi. Chunki ingalyatsiya eritmani mayda zarrachalarga bo'lib beradi. Bu orqali eritma to'g'ridan-to'g'ri nafas yo'llariga borib, muolajani samaraliroq qiladi. Ingalyatsiyani uyda qulay qilish uchun esa ishonchli nebulayzer kerak bo'ladi va bu vaziyatda sizga SSF kompaniyasining meditsinskiy nebulazeri yordam beradi. Bu nebulayzer shovqinsiz ishlaydi va havo oqimini yoshga qarab nazorat qilishga yordam beradi. Eng muhimi, u past kuchanishda ham barqaror ishlay oladi. Undan tashqari ushbu nebulayzerga 1 yillik kafolat beriladi va buzilib qolsa kompaniya nomidan borib bepul almashtirib beriladi. Agar bahorda nafas yo'llari tez-tez bezovta qilsa, SSF kompaniyasining meditsinskiy nebulayzeri yordam berishga tayyor. Ushbu nebulayzerni Easy Pharmning barcha dorixonalardan xarid qilishingiz mumkin.